بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Her qandaq bir qavm özünün ahvalini özgertmegiçe Allah ularning ahvalini özgertmeydi. لبيك إسلامي لبيك لبيك قرآني لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bugünkü bu uçuruşuş münasebetiyle muzakirleşmekçi olan mevzu islahat hakkında. İslahat degen bu kelime aslında Arap kelimelerinin katarından boğan bolsa-mı? Köp işiltiliş jaryanida bizning Uyghur tilidimi aynı hukmni ifadelaydigan kelimelerning qatarından bo'lib ketaylik. Uyghur ichida ishib ketgan kelimelerning biri. Arabiy islohda qanday hukm, qanday ma'noni ifodalagan bo'lsa, hozir bizning Uyghur tilininki xarakter prinsip bo'yicha shu hukmni ifodalaydi. Bu itibar bilan bu kelimeninki ifodalagan ma'nosini butun xalqimiz qarindoshlar albatta biladi. Islohot degan jamiyatda tuzash, yangilik, baxtlik bir muhitni yaratish deganga o'xshash hukmlarni berdim. Biz islohotdan iborat bu mavzuga kirishdan burun dunyoda yashayotgan har bir shaxs, har bir garajdanning kim dunyoda yashashdagi g'oyasi, orzu, istaklari, buningdagi bir reallik amaliyotni qisqacha muhokama qilib o'tishga to'g'ri keladi. Dunyoda yashayotgan insonlar asasen tövendeki töt türlük kategoriye, töt türlük dairenin sırtı çıkıp getemeydi. Şu insanların şeyden bir türlük kimi insanlar var, hakatlam bizden yep içiş, bir gün ötküzüşten başka onun gayesi, arzusu olmaydı. Hakatlam bir yep içip, gün ötküzüşten yaşsızdan bulduğun bir xil haletini özgün nişan kılıp gayet kıtmalık, özünün gündelik hayatını bu şekilde ötküzeklik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu şekilde kişilerini tenkit kılıp, bunu fakat yep işin başka nesini oylamaydı, o da hayvanlığa okşaş. Demek bu xildeki hayat, insani hayat deyilgenini gören, bir xil hayvani hayat, deyilişle tegişlik, kımmetsiz, kadirsiz hayatlıktan ibaret, de Allah tenkit kıldı. Hazır dünyada biz yaşayotgan ictimai hayatga nazar asarsak dünyadaki insanın bir türkü fakat bunun bilen meşgul. Özü yep içip gün ötkazsa bunun xursan, bunun razı. İkinci xil tipteki insanlar var. Bularning yaşaşdagi g'oyasi, arzusi fakat ayshi ishrat, bayashat yashashdan iborat. Öz arzu qan, bayashat turmuşkan ayshi ishratga yetish uchun qanday vositalar qo'llanib bu şekilde yaşashni özünün g'oyasi, özünün arzusi qilib tanlab bu şekilde yaşayotganligini ko'ramiz. Bir türküm insanlar bu şekilde yaşayotganlik. Üç türkümdeki insanlar var, ig'ir dahshatlik bo'ladi. Bu xildagi insanlar faqatlam zeminde pasatda terish, kishilarga qo'ldan kelishcha yaxshilik qilganning o'rniga zarar, falokat ib kelish, yer sharidagi butun insoniyat va jonliqlarga, hatto boshqa mavjudotlarga pasat
zararlik ish qilishdan iborat bundoq bir yo'lni tanlab olgan insonlarni uchirtimiz. Bu xil turdagi, bu xil toifadagi insonlarning Qur'onda Alloh taolani aytib qattiq tanqid qildim. Bu davomli fasodni teriydi bular. Buzg'unchilik bilan insoniyatga vabol olib kelish, halokat olib kelish bilan mashg'ul bular. Davomli buning piyda bu haqni izlab buning boshqa turdi. Hayotini buning bilan kechirdi. Demek ma üç xil turdaki hayat uslubi hani bu tamamen hakiki bir insaniyetke yaraşmaydigan hayat sistemisi, hayat uslubuna ibaret. Ama biz yaşavatkan ma dünyadaki reallıkta biz bunu uçurdumuz. İnsanlar bu üç xil hayat sistemiste yaşavatkan, nurgulluğun insanlar mevcut. Yani biz mümin, Müslüman buluş sıfatımız bilen Allah Teala bizni bu xildagi hayat uslubiga razı oluş, bununla kanaat qilish, moşunun bilan şekillenip qilishdan ibaret. Bu vabal, bu afetni tamamen qutuldurup bizni Allah'a bend oluş, en ulug', en ahirki peygamberge ümmet oluş, bu arqılık özgümü, özünün ailesi, cemaati, bütün mümin, Müslüman kırındaşları ahirdan bütün dünya halkıya baxt ip girdiğen, dünyanı abad kılış, dünya halkının baxti, saadet için hizmet kıldıqan bir ruhqa, aşındaq etiqadqa, ahlaqqa iyi qilib biz İslam'dan ibaret bu nimeti beripti. Eğer biz Allah tarafından bizge berilgan İslam'dan ibaret bu nimetke to'liq amal qila olsak, bu nimetni qadrlayalsak, İslam'ның prinsipimizning kundalik hayotimizga to'liq tatbiqlay olgan taqdirda buni biz üç xil turdagi insonlardan tamamen farqli qoldim. O'zimizga boshqa mu'min musulmon qarindoshlarga, bütün insoniyatga, natijada bütün dunyoga yaxshilik qiladigan, baxt ib keladigan, xotirjamlik ib keladigan bir muqaddas vazifani Allah'ın ki bizge ata qilganligini, aynı vaqt bizning ustimizga yuklaganligini tunib yetaleymiz. Demek ki mu'min musulmonlarning vazifasi islahatdan ibaret. Mana islahat. Demek bir kishilik o'zininki kunni o'tkazish, yeb ichishlar yashashga qanoat qilishga bo'lmaydi. Ikkinchidan aysh, ishrat, bayashat turmushni izlab o'zining bir kishilik hayvani nefsini kandırışla meşgul oluş hem bulmaydı. Üçüncüden insaniyet ve başka mevcudiyetke zararlik iş kılış, pasat detirişke katli bulmaydı. Biz Müslümanlarını Allah Teala üç xil hayatını tamamen çektik. Bizim üstümüzde onun eksince Allah Teala iman, İslam'dan ibaret bu nimetini bizge inam kılış arkalık dünyaya ıslahat ettirişten ibaret bu vazifeni üstümüzge yükleklik. Mümin Müslümanların gayesi ıslahat ettiriş, dünyanı ıslah kılış. En evvel özüm, ailesi, yaşavatkan rayon, netice tedricalet özünün devleti bütün dünyanı ıslah kılış. Islah kılış demek, şurada hayırlı işlerini kılış, şu dünya halkının hakiki baxtın yolu yetekleş. Allah'ını tunuş, Allah'ın dinine qaytış, dünya ve ahiretlik ziyanlı olan her kandak işini çekleş, dünya ve ahiretin baxtı inanı bağlı olan her kandak işini kol keldiş, teşebbüs kılış arkalık dünyada ıslahat etpiriş. Yani biz mümin Müslümanlarının ki mukaddes vazifesi. Yani biz bu ıslahat babından tonu bileşiklik işlik mühim bir neçe noktalar var. Cemiyetini ıslah kılış, dünyanı ıslah kılış hakkında biz tonuşuk deyişik bir kanca mühim noktalar var. Bu mühim noktalarını ait mükemmel bir şekilde bilveriş lazım dedim. Şu dünyanı ıslah kılış ki mühim noktalarının biri biz en evvel biz Allah'ın ki mümin, Müslüman yaratış arkalık İslamiyet'in ibaret bu mukaddes
nimetning bütün dünya halkı yetkizishdan ibaret bundaq bir şereflik vazifaningki bizga nisb bo'lganligi bilan Allohga teşekkür etish, buningdan aytib faxrlanish, o'zimizni baxtli his qilish lozim bo'ladi. Birinchi biz tunib yetgan muhim vazifam elhamdülillah Allah meni mu'min musulmon qilib yaratish orqali bütün dünya halkıga haqni yetkizadigan ilahi dini bo'lgan muqaddas islom dinini, bu vahiy ilahini o'zimni kundalik hayotimga tatbiqlab men foydalanadigan va boshqa dunyo xalqiga buni yetkazish orqali ashularning haqiqiy baxtga erishishiga xizmat qilgan bir ne'matni Alloh menga ato qildi. Men Alloh iymon islomni berganlikdan iborat mush ne'matiga albatta tashakkur etishim, shuning bilan birga mening mu'min bo'lish sifatim bilan mening ustimga yuklangan bu şereflik en iğri olan bu vazifadan faxrlanishim, xursand bo'lishim lozim. Qudretimning yetishim, buni ado qilishga tirishishim lozim deb biz dunyoni isloh qilish, butun dunyo xalqiga xayrlik, baxt ib kirish uchun qat'iy tirishchilik qilishdan iborat bu ne'matning bizga nisb bo'lganligini biz o'zimizni baxtli his qilishimiz buningdan bir o'zimizga şeref his qilishimiz lozim bo'ladi. Birinchi to'nilgan masala bu. Agar buni Alloh mu'min musulmon qilib yaratmay, ya kommunist ya boshqa bir toifa qilib yaratgan bo'lsam, har xil mavjudotlarga cho'qinib yurgan millatga o'xshash mening holim nima bo'ladi? Alhamdulillah Alloh meni mu'min musulmon qilib yaratish orqali butun dunyo xalqiga baxt ib kirish, dunyo xalqiga islomni yetkazishdan iborat. Bu ne'mat Alloh menga ato qildi. Menga bu Allohning bergan cho'ng ne'mat, cho'ng sharafi deb bunu alayda o'zimizni bundan şereflik, baxtli his qilishimiz. Bu birinchi muhim nuqta. Ikkinchidan bizning ustimizga tushgan vazifani majburiyatni tunish lozim. Bizning ustimizga qanday majburiyat tushdi? Biz bu haqni tunish, muqaddas dinimizni to'g'ri tushunib, muj dinga xizmat qilgan bir qarorga, bir e'tiqodga kelgandan keyin bizning ustimizga qanday majburiyatni Alloh yukladi. Bizning ustimizga majburiyat namozini nima qilishimiz lozim? Bizning bir mu'min inson bo'lish sifatimiz bilan ustimizda qanday majburiyat, qanday mas'uliyat bor? Buni nayt yaxshi tushunish lozim. Uchinchidan, agar biz ustimizga tushgan mush majburiyatni eng mukammal bir shaklda ado qila olgan taqdirda bizga qanday mukofot qilishni qildigimiz? Dunyodami, oxiratdami? Agar ustimizga tushgan mushu Allohning dinini to'g'ri yetkazish, insoniyatga bu dinni mukammal, eng sog'lom bir shaklda yetkazish, shu orqali insoniyatni tavhiddan iborat mush to'g'ri yo'lga yetaklashdan iborat mush vazifani agar mukammal ado qilinmay qolsak, bizga dunyo va oxirat qanday vabol, qanday azaplarninki tegishlik bo'lganligini naydi yaxshi bilishimiz lozim bo'ladi. To'rtinchidan biz asosiy bizning vazifamizning kim? Bütün insoniyatni omatan, xususan bizning vatan shu Turkiston xalqini xususiy holda isloh qilish. Bu xalqning ruhini tamamen azod qilishdan iborat bu muhim vazifaningki islohotning eng markaz nuqtasi keldiğini tanib etishimiz lozim bo'ladi. Bizning bu islohot babida qilishlik barliq xizmatning markazi nuqtasi eng avval o'z xalqimiz, uningdan keyin butun dunyo xalqini iddijoatdan azod qilish. Mana bularni tamamen düşüncesini aydınlaştırıp meyli etikad cihetli olsun, meyli ahlak cihetli olsun, bu milletini ıslah kılış, milletinin ruhini azad kılış, iddisini azad kılış, en doğru, en sağlam boğan bir yolgan halkını yetekleş. Özümüz Kitabullah, Sünnet-i Resulullah ve Kitabullah, Sünnet-i Resulullah'ın ruhunu izahlap beravatkan başka eserler, başka ulemalara tayiniş, şulardan köplep yardım iliş arkalık halkımızın bunu bu
xalqimizning ruhini, iddisini azod qilishni iborat bu asosiy xizmatni qandoq shaklda ip bir shaqida muayyan tushunch, to'g'ri bir qarorga kelish bu eng muhim masalalarning biri. Shuning bilan birga 5-dan biz bilishlik muhim masala biz bir mu'min inson bo'lish sifatimiz bilan biz xalqimizga qandoq bir xushallik yetsam, xalqimizga shu qarindoshlarimizga yetgan xushallikqa tang xushal bo'la oladigan qandoq bir shikastdan aziyat, xafalik, dard yetsam, biz shunga tang qayg'ura oladigan bir xil ruhiy kayfiyatga olishimiz lozim. Sening qarindoshlaring nima kunda ko'rsam, parvoying kelmaydigan bundoq ongsiz, hissiyotsiz hal kap qilish, buni bu normal insonga yarashmaydi. O haqni tonigan mu'min musulmonga albatta yarashmaydi, normal insonga yarashmaydi. Biz mu'min musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning shu mu'min musulmon qarindoshlarimiz 40-50 million kishidan tarkib topgan shu xalqning har qanday baxtining o'zimizning baxtimiz deb biladigan shu qarindoshlarimizning ustiga kelgan har qanday dard, alam, ig'irchilik, kulfatlarim mening ustim kelyotdi bu deb his qila oladigan. Demakki, xalqimizning baxtiga tang xursand bo'la oladigan, musibatdagi tang qayg'ura oladigan bir ruhiy bo'lish. Shuning bilan birga bizningki shu la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan bu kalimani tilida jari qilib Allohning va birligiga, barliqi birligiga va boshqa ishini islomning prinsiplariga ishongan bizning bu barliq mu'min qarindoshlarimiz yashayotgan bu tuproqlarning hammasining islomning tuproq ekanligi. Bu tuproq Allohningki qo'g'daydigan, qo'g'dashli butun musulmonlarga farz qilgan Allohning haddi hududi. Allah'ın çevresi ekanligini qat'iy tunib yetish. Bu orqali mu'min musulmonlarning ki yashayotgan tuproqning bir g'irish ham boshqa ikkinchi bir millat, ikkinchi bir kafirning qo'liga tushib ketgan, shuni qutqazganga qadar kurash qilish, qurbonlik qilish, badal to'lash, barlig'imizni fido qilish mening qat'iy iymoniy majburiyatim deb buni bilish lozim bo'ladi. Demak, xalqimizning xushalligiga tang o'rtaq bo'lish, dard alamiga ham o'rtaqlashish. Shu musulmon qarindoshlarimizning eng avval bizning shu 1.848.948 metr kvadrat kilometr shu tuproqning musulmonlarning tuproqi, shu tuproqning bir g'irich zamin kommunist ahli kufrning qo'lida qapqir etgan, ta shuni qutqazganga qadar oxirgi bir nafas, bir tomchi qon qapqag'icha adoq kurash qilishninki bizning ustimizga muqaddas farz ekanligini, bu Alloh tarafdan bizning ustimizga yuklangan muqaddas vazifa ekanligini tunish, buni bizning bir islohot babida tunishtirishlik eng muhim masalalarning biri. 6-dan biz islohot babidan tunishtish yana bir eng muhim haqiqat Kitabullah, Sünnet-i Resulullah'ның üstüge kurulmagan, yoki buni asos qilmagan har qanday sistem, har qanday qonun, har qanday prinsipning insoniyatga baxt kelmaydiganligi. Bu insoniyat jamiyatni qutuldiramaydiganligi, bu insoniyatni dunyo va oxiratning baxtiga erishtirmaydiganligiga, buning jamiyatni idora qilish tamoman loyiq emas ekanligiga qat'iy iymon keltirish, buni qat'iy tunib yetish lozim. Buni ko'ryapmiz, buning tafsilotida keyin to'xtalamiz. Hech qanday bir qonun, bir prinsip, sistem, madomiki u islom dinining ustiga qurilmayotgan, yo islom diniga ilmayotgan, shu qonun yurgizilayotgan rayonning xalqi, shu davlat, shu dunyoning xalqi hech qanday baxt, xotirjamlik ikkilanmaydi. O qonun qanday turdagi qonun bo'lishidan qat'iy nazar ko'ryapmiz. Har xil davlatlarning nurg'un qonunlari tuziladi, nurg'un qonunshunos yuqori saviyadagi kishilar tomonidan kashf qilinadi. Hech qanday birisi insoniyatga haqiqiy baxt kelmaydi. Islom dinining ustiga qurilmagan yoki islomdan ilmagan
Her qanday qonun prinsipinin bütün Müslümanlara ve bütün dünya halkı qattiq baxt ip gelmeydiganlik. Şu qatardan bizning Türkistan halkı bu rayonda yaşayotgan milletga shundoq bir sistem turg'izilmag'ish ham haqiqiy baxtning nisb bo'lmaydiganligi, haqiqiy baxtning qo'lga kelmaydiganligini qat'iy tunib yetish lozim bo'ladi. 7-dan mush islohot bobidan tunishib tegishlik muhim masalalarning biri biz davomli umid bilan yashash lozim. Bu bek muhim masala. Hech qachon umidsiz ishga bo'lmaydi. Kur'an'da Allah Teala neticede la taqnatu min rahmetillah deb Allah'ın rahmetini ümit üzüşünü çekleydi. Fakat zalim kavm ya kafir kavmden başkalar ümitsizlenmeydi o deb ümitsizlenişinin ki mümin Müslümanın ahlakı emas geldiğini tekrar agallandırdı. Bunu biz Uygur'un ki ecdadımız qilib qolgan maqal temsili insanı ümit yaşlıdı degan temsili var. Aslında İslam'ın ruhinin inlilik. Sen ümitsiz yaşsan o yaşaşının hayatının ne mükemmellik. 7. en mühim mesele istihat babında tanıştınız. Qat'iy ümitsizlik işe bo'lmaydi. Biz kudretimizin yetişçe ciddi bir şekilde istihat ip verip özümüzün g'albi nusratga layık bir halet ekelip şunun bilan birga kudretimizin yetişçe fidokorlik ko'rsatsak çokum Allah bizga g'albi nusrat ato qiladi. Bu arkada biz dünyada şeref bilen baxtli yaşayımız, ahiretki bu şehitlik bilen şeref bilen bu dünyadan ketemiz degen ümit qilish lazım. Bu mesele kadar nurgulluğun qarindoshlarimiz mush sahadik İslamiyetning prinsipini to'g'ri tushunmay qoldik. Shunda qarab bakıp azı qarshi taraf milyard artıq nüfusni kontrol qilayotgan milyonlagan askeri kuch nurg'un iqtisodiy artıqçılık igbilavatkan siyaset, diplomatiya sahasında dünya halkının dikkatini celep kılavatkan yani üzdünki tesir aslı kılavatkan manda bir ahvanı görüp bizning boğulimiz boğanken biz Allah'a tez yaramay kalgan boğuz gerek. Şuna biz Uygur millet ibaret manda bir şum peşane tetir peşane milletler yaratılıp kaptık. Bizning boğulimiz şu. Bizge başka bir çıkışı yok. Mujdaq kudretimiz işi. Günümüz nelip dünyadan ötep geçsek burada degendek iddilerge kep kırılık nahit asandaki kırındaştı. Kısmen ansız ya ki karşı taraftan adamlarım halkımızda o ümitsizlik patırıp koyuş arkalık hiç kandak bir yaxşı işki cüret kılanmaydıkan halkı düşürüp koyup bu arkalık düşmanın tamamen bu milletin millet süpütü tamamen yok kuvvet için ibaret şu maqsadga yetiş için hizmet kılayotgan ahvalı var bunu bilip bilmey. Biz bu hakta nayt aga oluşumuz, hoşarlıkını aşırışımız, qattiq diqqat qilishimiz lazım bo'ladi. Biz qat'iy ümitsizlik qilishga bo'lmaydi. Biz davomli Allah'ın rahmetini ümit var olgan hayatdan kudretini yetişip bedel төлeymiz, fidokorlik ko'rsatamiz, qurban beramiz. Şunun bilan birga ma'naviy jihatdan Allah'ın rahmeti yardımıga tamamen özümüzden layık bir seviyeye keltirishga tirishimiz. Shundoq qilganmiz. Düşmanning sonining qanchalik ko'p bo'lishi, qanchalik harbiy kuchga boshqa alay egilishdan qat'iy nazar dunyodagi har qanday alaydi kuch Allah'ın kudretini oldi hech narsaga gelmeydi o. Biz kudretimizin yetişi fidokorligini ko'rsatib Allah'ın rahmeti yardımıga layık bir haletli yüzümüzü mücessemleştirelisek biz elbette Allah'ın yardımıga erişip ketimiz. Allah'ın yardımı halkımızın, kırındaşlarının ortak tirişçilik görüstüşü, fidakarlık görsün elbette en kısa zamanda kalbe erişip ketimiz. Bu bir hakikat. Eğer biz ümitsizlikten tamamen kurtulup ümitle yaşayarsak özümüzün dünyadaki günlük hayatımız bir köngüllük ötüdü. Közlüge nişan kalman yetip kalımız. Ama ümitsizlersek ahirette azap var. Bunun takdirimiz hakkında nait xatarlik bir merhale kirip kalımız. Günlük hayatımız mı? Köngüllük hatırcım ötmeydi vakti. Bu yetirlik noktam her bir mümin Müslüman bilbilişik değiştik nait muhim noktalar. İstihat babıdır. Endi bu
Kur'an-ı Kerim bizning asosiy qonun prinsipimiz. Bizning asosiy o'lcham bu. Biz har qanday masalani Kitabullah, sünnet-i Resulullah'ni ölçem qilib turib, mushuning to'g'rilash, mushuning uyg'un kelsa, becerish, xilof bo'lib qolsa cheklanish orqali masalalarni bartaraf qilishimiz lozim bo'ladi. Mana bizning qo'limizdagi birdan bir o'lcham Kitabullah, sünnet-i Resulullah'dan iborat. Endi Kitabullah, sünnet-i Resulullah'ni tushunish deganda Peygamberimiz qanday tushungan bo'lsa, sahobalar qanday tushungan, Salaf salihlik qanday tushungan bo'lsam, shunday tushunish Kitabullah, sünnet-i Resulullah'dan o'zimizning kundalik hayotga amaliy hukm süzüp ilishdan Salaf salihlarninki yo'l bilan menish lozim bo'ladi. O'zimizning qisqa cheklik bilimimiz, qisqa aqlimiz bilan xohlagancha bir narsalarni deb beqish, mana bu toza uyg'un bo'lmaydi. Biz Salaf salihning yo'lida ketib o'tib, ba'zi oyat hadislarning mazmunini izohlash jarayonidan mush zamonga loyiq betib, izohlab, keng doira tushunib, o'zimizni haqni tanib, boshqalarning haqqiga teklasak, bu nayt yaxshi ish, ammo Kitabullah, sünnet-i Resulullah'ni tushunish jarayonidan qisman xato yo'lga kirib qolgan fikriy iqimlarning ta'siriga uchrab, Salaf salihning tushunchasini tamamen halqagan holda o'zining hozirgi nafsiy tasavvuri, nafsiy xohishi bo'yicha Kitabullah, sünnet-i Resulullah'ni izohlashga, tushunishga tirishib, shu orqali o'zimizni ozatgan, boshqalarni ozdiratgan bunda halqa tushishdan tamamen saqlanish lozim bo'ladi. Mana bizning qo'limizdagi asosiy qonun Kitabullah, sünnet-i Resulullah. Bunu tushunishdan Salaf salihlarninki yo'lda ketib o'tib, shu prinsip bo'yicha tushunib menishga tirishimiz. Endi biz asosiy qonun, asosiy qo'llanma qilib menayotgan qo'limizga eng kuchli bo'lgan Kitabullah, sünnet-i Resulullah'da, xususan Qur'on-i Kerimda islohotni 5 nuqtaga markazlashtirdik. O 5 nuqtaning biri e'tiqodlik islohot. E'tiqodli islohot etmoqlik. İkinciden siyaset ve hükümde islohot etmoqlik. Siyaset hükümde. İtikad en mühim mesele. Birinci mesele, yani itikadi cihetin Kur'an-ı Kerim alaydı. En mükemmel bir şekilde bir islahat prensibini oturup koyarlık. İtikad doğrusu. Bunun hulasın bütün insaniyetine, insanların üzeri birbirine kul bulup kılışını tamamen kutuldurup, insaniyette bütün mevcudatını yaratkan bir Allah'ı kululuşkan teşebbüs kılışını ibaret. İtikadlık islahat. İkinciden siyaset ve hükümde islahat prensibini oturup koyarlık. İtikadın kapkası siyaset ve hükümdeki islahat ikinci orun durdu. Bizning siyasi an, bizning hükümde nemege tayinish lazım. Neme? Kim? Qanday şekilde hüküm qilish lazım? Bu haqda mükemmel bir islahat prinsipini oturup qo'ydi Qur'on-i Kerim. Bizning ba'zi qarindoshlarimiz bilib bilmay siyasetga yaqin kelmaslik, siyasetdan uzoq turish lazım degandek safsatalarni ko'tarib chiqilib, islom dinining tashabbus prinsipi bo'yicha Qur'onninki ümmetini ıslah kılış, ümmeti terbiyeleş uslubudan etikad birinci orun durdu, ikinci orunda siyaset koyaklık. Siyaset, hüküm meselesi islahatı ikinci orunda bunun rahmet verildik. Bu naydı mühim mesele. Üçüncüden ahlak babı islahat. Ahlak babıdan islahat etmeliyiz. Türkçünün ictimai sahadaki islahat. İslahat ictimai. Beşinciden islahat iktisadiye. İktisas sahasında. İtikad, siyaset ve hüküm, ahlak, ictimai saha, iktisadi sahatni ibaret muş 5 türlü bölüp muş 5 sahada islahat prensibi, islahat uslubunu
Qur'onni Kerim o'tirib qo'ydi, bizga ta'lim berdi. Biz buningdan keyingi bu islohot haqida to'xtalmoqchi bo'lgan darsning davomida eng avval e'tiqoddagi islohot, axloqdagi islohot bir-birlab buning ustida har birisini birdan dars qilib buning ustida to'xtalamiz. Yani bugungi islohot to'g'risida qarindoshlarga qisqacha tushuncha berish, buningdan keyin boshlanayotgan darslarga muqaddima tuzish shaklida bugungi darsni mo'shurunda oxirlashtiramiz. Biz insoniyatning yashashdagi to'rt turli g'oya yashayotganligi, har bir mu'min musulmonning yuqorida deyilib o'tgan 7 turli nuqtaga alohida diqqat qilishning lozimligi, Qur'onni Kerim islohot prinsipini 5 nuqtaga markazlashtirib, 5 xil sohadan eng mukammal bir islohot prinsipini o'tirib qo'yganligi, buni qisqacha ijmoliy shaklda tanishtirib o'tdik. Bu qitimqi dars munosabati bilan qarindoshlar bu qadar qarindoshlar bilan bo'lgan suhbatimiz mush miqdorda bo'ldi. Mush sohada qarindoshlarning ma'lum bir izlanish tadqiq qilishini umid qilamiz. Ammo boshqa darslarni bundan keyin har bir tema ustida alohida to'xtalamiz. Mush programmaga qatnashayotgan buni ko'zlayotgan qarindoshlarningki mush haqdan yaxshi har qanday bir ilg'or fikrlari bo'lsa, fikr takliflarini berishini, mush mazmunni eng mukammal sog'lom bir shaklda yo'ritib berish uchun tegishlik hassini qo'shishni, shu orqali hammamiz eng mukammal bir islohot marhalasiga qadam bosishga nisb bo'lishni Cenab-ı Allah'dan tilaymiz. Hammeylerini Allah Teala haklı tunuş, hak üstünde müstehkem duruş, hakını âli kılışın barlığımızda pida kılalaytıkan bir ruhku kirişken Allah muvaffak kılsın. Hammeylen Allah'a emanet. Yani bir kıtını görüşken kadar Allah hammeylerini kadircem kılsın. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي